Bu bizlerden qishki qovunimiz, qishda yeyish uchun o'zimizning dehqonchilik atılımsa pishgan. Shuni hozir asish uchun tayyorlayapmiz. Oldin xadalarini qaqib olamiz. Ishlab. Qovunni asish jarayonidamiz. Bugün bizler her gün iştemiz. Bugün bizler degenin keregi yok ediyorsun bak. Mana qovunlarim asib bo'ldim. Qishqa kenglar qovun yeyishga. Abuna bo'linglar, like bosishni unutmanglar. Rahmat hammaga.